Qani, olib kelib ketishini. Bemalol sindirib. Bu ham o'tmadi. Katyol bizniki bas sinaveramiz. Mana g'ish. Qani g'ishni olib kelib ketamikin. Men buni nimaga sinayapti desalaring, kechasi mana shunaqangi ko'milingizda toshimi to'g'ri kelib qolsa, u qalab olib kelib ketadimi yo tiqilib qoladimi? Shuni tekshiryapmiz hozir. Tosh. Ketdi tosh. Sinoringlar, xollagancha sininglar deb biz ham sinayapmiz. Qo'yil. Mana bu tomondan chiqarib tashlayapti. O'rtoqlar, biz bu ayda titanni ishlab chiqarish joyidamiz, ya'ni birinchi qo'ldamiz. Ko'rib turgan katyollaring 300 kilovat, 300 kvadratligi. Eng kichkinasi 100 kvadratligi $1100, 200 kvadratligi 1200, mashinasi $1300. Mana nimasini to'ldirib qo'ysalaring, bakini to'ldirib qo'ysalaring, 3 sutka xabar olmaysizlar. Miyasiga keladigan bo'lsa, miyasini ham yosh bola tushunadigan tarzda qilib, oddiy, sodda qilib ishlab qo'ygan. Qisqasi, O'zbekiston bo'yicha dastavkalari, xizmatlari bor, garantiyalari bor, servis xizmatlari bilan pastda raqamlarga qo'l qo'yib aloqaga chiqaverasizlar.